siz 43 ming so'mga gilam xarid qilgan bo'larmidingiz? Assalomu alaykum, o'malik gilamlar obunachilari. Bugun do'konimizni to'liq obzorini ko'rsatib o'tamiz, ya'ni narxlarini 0 dan 100 gacha bo'lgan holatda tanishtirib o'tamiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizning sahifamizga obuna bo'ling. Bir qator tanishtirib o'taman. Xo'p, metrli gilamlardan boshlaymiz. Bu safar teskari, qimmat narsadan arzon tarafga qarab yuramiz. Bir boshdan ko'rsatib o'taman. Eni 3,5 metrli ipay nomli metrli gilamimiz. 3,5-4 metrli razmerlari bor. 1 kvadrati 100 ming so'm, ya'ni eniga 3,5 metrli 1 metr narxi 350 ming so'mga to'g'ri keladi. Keyingi qatordagisi Eron nomli metrli gilamlarimiz hisoblanadi. Buni ham eniga 3 metr, 3,5, 4 metrli razmerlari bor. Buni 1 kvadrat narxi 125 ming so'm, ya'ni 3,5 metrligining 1 metr narxi 440 ming so'mga to'g'ri keladi. Xo'p. Bu qatordagisi asha ipay nomli metrli gilamimizni endi 4 metrli varianti metri 400 ming so'mdan. Tagida yagona nomli metrli gilamimiz bor. Bir kun, ikki kundan keyin yana yangilik rasvetkalar keladi. Hozir ikki xil assortimentdagisini ko'rsatib o'tyapman. Buni ertaga zo'rlari keladi. Yana narxini tushuntirib o'taray. Buni eniga 3 metr, 3,5, 4 metrli razmerlari bor. 3,5 metrning 1 metr narxi 318 ming so'mdan to'g'ri keladi. Bular chetlarida ko'jalari bor. Bular qalin gilamlar toifasiga kiradi. Qizlar sepiga hozir mashlardan ham olishyapti. Bu pastda o'sha Eron nomli metrli gilamni ko'rsatib o'tganimizda eniga 3 metr, 4 metrli razmerlardan bittadan zapasga qilib qo'yishib borlar. Xo'p. Bu tomonda buni ham ko'rsatib o'tib ketaverib, buni assortimenti nari tarafda yana 5 xil assortimenti bor. Hozir ko'rsatib o'taman. Uni ham bu yerda 2 xil ipay material, poliester materialdagi metrli gilamimiz bular 2 xil tovlanuvchi, eniga 3,5 metrli. 1 metr narxi 240 ming so'mdan bularni mana ko'rishingiz mumkin. Tepada baxmalli metrli gilamimiz, buni ham 3, 3,5, 4 metrlilari bor. 3 metrligining 1 metr narxi 150 ming so'mdan bulardik. Baxmalli gilam istaganlar uchun. Xo'p. Bu vishelkamizda eniga 4 metrli Eron nomli metrli gilamimiz. 1 metr narxi 500 ming so'mdan to'g'ri keladi. Uni tagida qalin eni 4 metrli Samarqand sank zavodining qalin metrli gilami 700 ming so'mdan to'g'ri keladi. Uni 3,5 metrligi ham bor, 3,5 metrligi 600 ming so'mdan to'g'ri keladi. Qalin metrli gilamlar bular hammasi qizlar sepiga ketadigan. Bu pastda yotiq turganlar bular eniga 4 metrli ro'zg'orbob gilamlarning eniga 4 metrli varianti. 1 metr narxi 172 ming so'mdan tushadi. Ya'ni 1 kvadrat narxi 43 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Xo'p. Arqamda ipay nomli tayyor gatoviy gilamlar mana ko'rishingiz mumkin. Materiali 100% poliester, 2 xil tovlanuvchan. Bularni bitta-bitta ochib ko'rsatmayapmiz, video cho'zilib ketmasligi uchun, o'shuning uchun bir qator tanishtirib o'tyapman. Buni ham kvadrati 100 ming so'mdan to'g'ri keladi. 3 ga 4 razmerdan 4 ga 7 gacha bo'lgan razmerlari bor. Assortiment serob. Misol uchun tushunarli bo'lish uchun 3,5 ga 5 metrli razmeri 1,750 ming so'mga to'g'ri keladi bitta putuni. Chetida popi ko'jalari bor. Bu yerda Urgaz zavodini, Samarqand Urgaz zavodini qalin gilami bor. Bunda assortiment 3,5 ga 4 razmerdan 3,5 ga 7 gacha bo'lgan razmerlari bor. Buni ham tushunishingiz uchun 3,5 ga 5 metrligini narxi 2 million so'mga tushadi buni, bitta putuni. Chetida popi ko'jalari bor. Keyingisi Eron nomli tayyor gatoviy gilamlarimiz. Buni ham 3 ga 4 razmerdan tortib 4 ga 8 gacha bo'lgan razmerlari bor. 1 kvadrat narxi 125 ming. Ya'ni 3,5 ga 5 metrli razmeri 2 million 185 ming so'm atrofida tushadi bitta putuni. Chetida popi ko'jalari bor. Materiali 100% poliester, zich to'qilgan, qizlarning sepiga hozir eng oldingi gilamlardan o'tib qolgan bu ham. Keyingisi Samarqand sank zavodining qalin gilami ko'rishingiz mumkin. Buni ham 3 ga 4 razmerdan tortib 4 ga 8 gacha bo'lgan razmerlari bor. Buni ham narxini tushunishingiz uchun 3,5 ga 5 metrli tayyor gatovisning narxini tushuntirib o'taman. 2 million 450 ming so'mga xarid qilsa bo'ladi bitta putunini. Bular ham qalin, zich to'qilgan qalin gilamlar toifasiga kiradi. Fonni bular qizlarning sepiga hozir mehmonxonalarga eng oldi zo'r ketayotgan gilamlarni ko'rsatib o'tdim. Bu yerda o'sha yagona nomli tayyor gatoviy gilamlarimiz ham bor. Aytib o'tganimdek, buni ertaga bularda katta assortimentda rasvetkalar keladi. Bu hozir bir xil rangdagisi qolgan. Buni 3-4 xil gul variantlari keladi. Misol uchun buni 3,5 ga 5 metrli varianti 1 million 500 ming so'mdan xarid qilsangiz, bular bilan chetida koja, popilari bor. Endi arzonchi gilamlarni olib chiqqanim yo'q.
Ularda tayyor gatovisi 3,5 metrligi, shu 750 ming so'm, 720 ming so'm atrofida tushadi. 3,5 metrlik razmeri. Ularni kesak ko'rsatib, o'zini живой ko'rsatamiz. U ro'zg'orbop gilamlar. Uni bu yerga o'ramaymiz. Polniy septi gilamlari bu yerda. Xo'p, bu yerda ipak gilamimiz bu ham materiali 100% poliester. Eniga 4 metrlik varianti, 1 metr narxi 270 ming so'mdan qilib beryapmiz. Pastda baxmali varianti, eniga 4 metrlik variantlari 200 ming so'mdan metr, endi 4 metrligini 1 metr narxi. Xo'p, mana yerda ro'zg'orbop gilamlarni eniga 3 metrliklari turibdi ekan, yerga qo'yishib qo'yibdi bola. Buni boshqacha assortimentlari ham bor. Mana buni orqasida 4 xil, 5 xil assortimentlari bor bularni. Bu yerda tikka turgan variantlar ham shundan. 1 metr narxi 130 ming so'mdan tushadi. Xo'p. Bundan tashqari mana yerda qalin Samarqand sak zavodini qalin metrli gilamlari bor. 600 ming so'mdan metri bular. Xo'p. Bu tomonda Ipay nomli boshida ko'rsatib o'tgan Ipay nomligimi, ya'ni 2 xil assortimentda metri 350 ming so'mdan eniga 3,5 metrli. Xo'p, bu tomonda endi xuddi shuni eniga 3 metrli variantlari mana kiraverishga qo'yib qo'yganmiz. 300 ming so'mdan 1 metr narxi. Xo'p, bundan tashqari bularni ko'rsatib o'taman. Endi daroshka variantlarimiz ham bor. Endi 80 sm dan tortib endi 2,5 metrgacha bo'lgan Ipay nomli metrli gilamlarimiz. 1 kvadrat narxi 100 ming so'mdan bular. Banolarimiz bor, Eron nomlilari bor. Bularni 1 kvadrati 125 ming so'mdan, 1 metrini 125 ming so'mdan qilib beryapmiz 1 metrligini. Bu tomonda endi Chempion nomliklarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Hozir klientlar narsa oluvdim, to'silib qolibdi. Chempion nomli gilamlarimiz bor. Buni 1 kvadrat narxi 68 ming so'mdan. Ya'ni misol uchun 1 metrlikni 1 metr 68 ming, 1,5 metrligi 100 ming so'mdan. Kvadratni ko'paytirib chiqarib olsa bo'laveradi. Buni ham endi 1 metrdan endi 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Xo'p, ro'zg'orbop gilamlarda eniga 1 metrlik daroshkalari yangilik bo'lib keldi. 3 xil high-tekda. Buni 80 ligi bor. Buni ham 80 dan endi 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. 1 kvadrat narxi 43 ming. Ya'ni mana shuni 1 metri 43 ming so'm. Bozorlarda 50 ming, 55 ming so'm sotiladigan gilam bizda 43 ming so'mdan. Boshda naryoqda ko'rsatib o'tgan 2 xil rasvetkamiz eniga 3,5 metrligini, yana 5 xil rasvetkasi eniga 3,5 metr, 2 xil tovlanuvchan poliester materialda. 1 metr narxi 240 ming so'mdan. Siz 43 ming so'mga gilam xarid qilgan bo'larmidingiz? Bunaqada marhamat, ro'zg'orbop gilam. Ko'rishingiz mumkin. Buni eni 2,5 metrdan tortib 4 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Metri 110 ming so'mdan boshlanadi, eniga qarab ketaveradi. 370, 320, 270 hamma nostandart razmerlarga bularda katta kichiklari bor. Keladi, xarid qilib ketaveradi. Dastlabki qilib beramiz, o'rnatib beramiz, mutlaqo bepul, hammasi ichida. Sizlarga manzilni tushuntirib o'taman. Manzil Andijon viloyati Shahrixon tumani. Mo'ljal prokuratura ro'parasida joylashgan ommaviy gilamlar markazi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar.